Garvard o'quvchisi meni uchrashuvga taklif qildi. Oh my god, I got it! Da ko'rib turganlar deydi Lafruz Sobirova bizani mitingga taklif qildi. To'g'risi, men 2026-yilda boshlanishi bunaqa bo'ladi deb sira ham kutmagandim. U qizni o'qishga kirgan kunini bilganimdan beri u qiz bilan ko'rishish men juda katta orzuyim edi. Va bu qizni soat 1 da Registon o'quv markaziga taklif qilishgan ekan. Buni ko'rdimda sirazu registratsiya qildim va joyimni band qilib borishga qaror qildim. Va men uydan juda ham shoshilib chiqib ketdim. To'g'risi, ko'chadagi atmosfera ham juda ham boshqacha edi. Qor yog'magani bilan qanaqadir daraxtlarda qorni vibe bor. Bilaman bu qor emas, lekin menga yoqadi. Garvardda o'qish meni eng katta orzularimdan biri. Sizlarcha qaysi universitetda o'qishni orzu qilasizlar? Уже Registonga yetib keldim. Jurnalistlarni birinchi ko'rganda shunaqa shokda bo'ldim. Juda ham xursandman. Har bitta savollarimga erinmasdan javob berdi va oxirida shunaqa taqdirlov marosimlari bilan biz mitingga tugatdik. Bizani shaxsiy savollarimizga javob berib va rasmga tushishga o'zini vaqtini ajratdi. Ishoninglar, men prosta havas qildim. Va yana bitta orzuyim amalga oshdi. To'g'ri chiqman kutubxonaga borgandim. Kutubxonada esa biz koreyslar bilan ko'rishdik. Koreyslar Farg'onadagi kutubxonaga 1000 ta kitob olib kelishib, u yerda bepul uni o'rgatmoqchi ekan va shu konsultatsiya bo'yicha tanishdik. Ushga qaytayotganda ko'cha shunaqa ham tuman edi. Men tumanda yurishni juda ham xohlardim va kech payt bo'lganda ukam bilan birga tumanda sayr qilgan chiqdik. Ko'chada hech kim yo'q, boshqacha vibe beradi. Borib bu dunyoda bitta o'z qolib ketgandek, ya'ni boshqa dunyoga tushib qolgandek tasavvur. Sizlarga ham yoqsa kommentariyada yozib qoldiringlar.